Har bir buyuk taraqqiyot ortida ilm, izlanish va fidoyilik mujassam. Yangi O'zbekistonda ana shunday salohiyatli yosh olimlar safi tobora kengayib, mamlakatimiz ilm-fan ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqda. Bugungi qahramonlarimiz o'z bilim va mehnati bilan ilm yo'lida yuksak natijalarga erishayotgan yoshlar uchun chinakam ibrat bo'layotgan olimlardir. Qo'shrabot tumanining Sho'rcha qishlog'ida tavallud topgan Zohidjon Qaytarov bugun mexanika masalalarini matematik modellashtirish yo'nalishida samarali faoliyat olib borayotgan yosh olimlardan biri. U Samarqand davlat universitetida bakalavr va magistratura bosqichlarini tamomlab, 2025-yilda neft-gaz qazib olish sanoatida samaradorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlari asosida fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini oldi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi qoshidagi mexanika instituti bilan hamkorlikda, shu bilan birgalikda Muborak neft-gaz aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda bu ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ular bilan uzviy aloqalar o'rnatilgan va konferensiyalar, ilmiy maqolalar birgalikda chop etilmoqda. Siz ko'rib turgan mazkur qurilmalar o'sha yer ostidagi neft qatlamlarining muhitlarini ifodalab beradi. Ularning modeli hisoblanadi. Uning bu quvurlarning ichida shunaqa muhit hosil qilingan va unga o'sha siz ko'rib turgan o'sha ballondagi havo orqali o'sha yer ostidagi bosim hosil qilinadi va shu bosim asosida suyuqliklarning harakati modeli bu yerda o'sha quriladi va biz o'sha olayotgan matematik modellar asosida olayotgan ilmiy natijalar bilan bu laboratoriya natijalari taqqoslab hayotga mos kelishi, adekvat ekanligi ko'rsatib beriladi. Energetika, mexanika va geologiya yo'nalishlaridagi dolzarb ilmiy izlanishlari bilan ilm-fan taraqqiyotiga xizmat qilayotgan Zohidjon Qaytarov bugungi kunda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematik modellashtirish kafedrasida katta o'qituvchi sifatida faoliyat yuritmoqda. U nafaqat ilmiy izlanishlar olib bormoqda, balki yosh avlodga zamonaviy bilimlarni ulashib, kelajak olimlarni tarbiyalash yo'lida sidqidildan mehnat qilmoqda. Bu yerda Sardob neft konidagi, Ko'ktumaloq neft konidagi va Shimoliy O'rtabuloq neft konidagi neft qazib olish jarayonlari rejalashtirilgan. U yerda o'sha suv haydash usuli orqali neftni qazib olish samaradorligini oshirish ko'rsatib berilgan. Masalan, Ko'ktumaloq neft konida quduqlarning neft berish samaradorligi 14 marta ortgan va bu qilingan ishlar asosida O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi tomonidan patent olingan. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda kafedramizda 2ta ilmiy grant olingan va bu grantlar ustida ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ilm va innovatsiyalar yo'lida dadil odimlayotgan yana bir yosh olima Habiba Abdiyeva sun'iy intellekt, dasturiy injenering hamda tibbiy tasvirlarni intellektual tahlil qilish yo'nalishlarida olib borayotgan tadqiqotlari xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan yuksak e'tirof etilgan. Turin Politexnika universitetini tamomlagan Habiba Sobirovna keyinchalik Samarqand davlat universitetida ilmiy faoliyatni davom ettirib, ko'krak bezi o'smalarini sun'iy intellekt yordamida aniqlashga bag'ishlangan dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi va texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga sazovor bo'ldi. Ilmiy faoliyatimni aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, bizda demak tibbiyotda uchraydigan keng tarqalgan kasalliklarni tibbiyot qurilmalaridan olingan tibbiy ma'lumotlar asosida va sun'iy intellekt algoritmlari asosida avtomatik aniqlash va tashxislash ishlari bilan demak shug'ullanib faoliyat yuritib kelamiz. Hozirgi kunda ilmiy faoliyatim demak ayollarda uchrayotgan ko'krak bezi saratonini mammografiya tasvirlari asosida va sun'iy intellekt algoritmlari asosida erta bosqichda aniqlash va ularni to'g'ri tashxislash algoritmlarni ishlab chiqish va ularni takomillashtirishdan iborat. Uning 70 dan ortiq ilmiy ishlari nufuzli xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilgan, qator mualliflik guvohnomalari hamda xalqaro patentlar ham muallifi hisoblanadi. Ilm-fanga qo'shayotgan salmoqli hissasi e'tirof etilib, 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldi.
Yosh tadqiqotchilar ushbu laboratoriyalarda ilmiy izlanishlar olib borib, o'zlarining turli yo'nalishlarda ilmiy natijalar qo'lga kiritdi. Tadqiqotchilarimiz, yosh olimlarimiz jamiyatimizda eng ko'p uchrayotgan, odamlarimizni qiynayotgan muammolar ustida ilmiy izlanish olib bordi va natijalarni qo'lga kiritdi. Masalan, kundalik hayotda duch keladigan tirbandlik muammosi, qishloq xo'jaligida yuqori hosildorlikni olish, ekologiya muammosi, tibbiyotdagi muammolar va saraton kasalligini erta aniqlash va tashxislash muammolari, shunaqangi dolzarb mavzulardagi ilmiy tadqiqotlar olib borib va natijalarni qo'lga kiritmoqda. Bularning barchasi mana shu ta'limga berilayotgan e'tibor, mana shu ilmiy natijalarni qo'lga kiritishda yaratilgan sharoitlarning natijasi deb o'ylayman. Va bu ilmiy izlanishlar yosh tadqiqotchilarimizni tadqiqotlari davom etmoqda va bundan keyin yanada yuqori natijalarni qo'lga kiritadi deb o'ylayman. Yangi O'zbekistonni bunyod etayotgan yoshlar ilm bilan yuksalmoqda, bilim bilan kelajakni yaratmoqda, chunki ilm muvaffaqiyat kalitidir.